Siz bergan mehrni bermadi hech kim. Dard kelsa yonimda qolmadi hech kim. Baxtimdan quvonib kulmadi hech kim. Siz borsiz yuragim topadi huzur. Opajonim meni boringizga shukr. Assalomu alaykum yaxshilardan da yaxshi insonlarim. Yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronalik kunlarni nisholayotgan barchani muborak etamiz. Sizlar bilan dil izhorim loyihasi ijodkorlari xizmatingizda va men boshlovchi Madinaxon yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar. Qani ketdik. Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Elmiraxon opamiz bilan bog'landimmi? Ha, menman. Xayrli kunlar bo'lsin opajonim, yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, bemalol. Opajonim, sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Rahmat sizga ham. Ayni damda sizni dil izhorim loyihasi tug'ilgan kun tabriklardan bezovta qilyapmiz. Boshlovchi Madinaxon bo'laman. Tanishganimdan xursandman. Rahmat kattakon. Men ham opajon, bugun bizning loyihamizga yaqinlaringiz orasidan tabrik xatlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz, kim yuborgan bo'lishi mumkin? Bilmasam, yaqinlarim juda ko'p. Qaysi biri bo'lishini bilmasam. Taxmin qilib ko'ra olasizmi? Bilmasam, eng yaqinlarim akajonim bor, yangajonim bor. Mashalloh, albatta. Sizni jonlaridan ortiq yaxshi ko'rguvchi dunyolarga alishmas. Mehribon yangangiz Gulmiraxon opamiz yo'llabdilar. Rahmat. Va ular bilan birgalikda mehribon akajoningiz Begizod bek aka, jiyaningiz Sarvar beklar ham sizni tabriklab o'tyaptilar. Rahmat kattakon. Borlariga shukr. Rahmat sizga ham. Opajonim, ijozat bersangiz, birozgina vaqtingizni olsam-da, ulardan kelgan tabriklarni o'qib eshitirsam maylimi? Mayli, xo'p, eshitaman. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum, qalbi iymon, xalqi islom. Qadri cheksiz, qalbi tengsiz. Robbisi Rahmon, dasturxoni Qur'on. Sizlari salovat qilgan ibodat vatani jannat bo'lgan. Ibodatlaringizlarga nur bo'lgan qalbi bahori, mehribon opajonim. Men sizni bugungi unutilmas kun shodiyona kuningiz, shukronalik ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yaratgan Robbim Allohim umringizni uzoq, tanajoningizni doimo omonda saqlasin. Mehribonim. Mana shunday qadrli, qimmatli, mehr muhabbatli bo'lgan rishtamizga hech qachon ko'zlar tegmasin. Makkatalloh boyiga intizori bo'luvchi Allohning rahmati yog'ilguvchi ikki dunyosi go'zal, mehribon opajonim bo'lib yurishdan hech qachon charchamangiz. Opajonim, kaftingizni juftlab so'ragan duolaringiz dilingizda, hamda tilingizda qanday ezgu niyatlaringiz bo'lsa, Allohim barchasiga bekam ko'z yetkazsin. Bugungidek kuningizda yoningizda turadigan, yaxshilik bilan boshlagan har bir daqiqangizda qo'lingizdan tutib turadigan singiljoningiz bo'lganimdan benihoyat mamnunman. Mehribon opajonim, Allohim nasib etsin muborak qadamlaringizni takror Baytullohga yetkazsin. Barcha oila a'zolaringiz, farzandlaringiz va bizning baxtimizga sog' salomat bo'lib, bunday yoshlarning ko'pini ko'rib, farzandlaringiz rohatini ko'rib yurishlik nasib aylasin. Tirgakdirsiz yurgan yo'limda. Har bir ishda o'rnaksiz opa, yaxshi kunda, yomon kunimda. Menga juda keraksiz opa. O'zingizni qiling ehtiyot, mening uchun bo'laksiz opa. Qaddingizni egmasin hayot. Menga juda keraksiz opa. Bo'lmasangiz xarob bo'laman, vujudimda yuraksiz opa. Sizsiz aniq tamom bo'laman. Menga juda
Keraksiz opa deya joyi bo'lgan o'zlarini Dalasxonlarning va she'riy maktublarini aynan siz uchun yo'llab o'tibdilar. Opajonim, suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizni ham mehribon yangangiz, akangiz, jigarlaringizga tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni tinglaydilar. Rahmat kattakon. Shuncha hurmat izzat qilib, meni eslab, tabrik yo'llabdi. Borlariga shukr, baxtli bo'lsin ular ham meni ko'zimni quvnatib, doim baxtli bo'lib yursin, akam bilan qo'sha qarisin, yangajonim ham. Jiyanlarim huzurini ko'rsin. Kattakon rahmat, xursand bo'ldim juda ham. Rahmat kattakon, rahmat aytganingiz kelsin. Hamisha har dam barcha yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib, bugungi tug'ilgan kunlarni a'lo kayfiyatda o'tkazib olinglar deya qo'ng'irog'imizni yakunlaymiz. Rahmat sizga ham. Siz ham charchamang savobli ishlaringizda. Rahmat kattakon, sog' bo'ling, salomat bo'ling opajon. Rahmat, xo'p, sog' bo'ling. Yarmidirman olamining, dilim ochsam dilkashim bor. Opajonim, opam mening, siz borki bor nurim ziyon. Doraydimi mening dunyom, mehribonim mehriga yo'q. Opajonim, opam mening, opajonim, mehribon gulim mening, opajonim. Yo'lim mening, opajonim, mehribon gulim mening, gavharim nurim mening, opajonim, opam mening. Yupanchig'im panohimsiz, opajonim, opam mening. Shukur deman har bir onam, sizdayam bor opajonim. Shirin so'z, shirin zabonim, opajonim, opam mening, opajonim, mehribon gulim mening, opajonim mening. Izlasam yo'lim mening, opajonim.